Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Azizbek Banayev. Men forex va fond bozorlarida 2013-yildan beri savdo qilaman. Savdoda texnik va fundamental analizlardan foydalanaman. Bugungi uchrashuvimizda trading asoslari, moliya bozorlari va tradingga kirish bo'yicha asosiy ma'lumotlarni berib o'taman va ishlatiladigan programmalar haqida gaplashamiz. Demak, trading bu turli moliyaviy aktivlar, valyuta, aksiya, obligatsiya, metall va boshqa aktivlar bilan onlayn savdo qilish jarayoni. Ya'ni forex birjasida biz sizlar bilan savdo qilamiz. Forex bu jahon moliya bozori. Bu yerda har xil bank, fond, traderlar savdo qilishadi va narxi o'sishida yoki tushishida daromad qilishadi. Va aytib o'tish kerak, forex bozori dunyodagi eng yirik birja hisoblanadi. Kunlik oboroti 6 trilliondan ham yuqori. Bundan tashqari kripto birjasi bor. Hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan ko'proq kriptovalyutalar bilan savdo qilishadi. Bitcoin, Efir, Solana va boshqa turdagi o'sha elektron aktivlar bilan savdo qilinadi. Uni farqi bu 24 soat ishlaydi bu bozor, yopilmaydi. Shanba, yakshanba kunlari ham boshqa bozor turlaridan farqli o'laroq bu yerda 24 soat vaqt ishlaydi. Asosiy hozirgi kunda ko'p ishlatiladigan o'sha kripto bozorlar, ya'ni ommalashgan bu Binance, ko'p kishi eshitgan bo'lsa kerak, Bybit, Coinbase va boshqalar. Bu shu uchalasi eng yiriga. Fond birjalari, ya'ni fond birjalari bu har xil kompaniya aksiyalari, tovarlar va boshqa turdagi obligatsiya, ETFlar bilan savdo qilinadi. Turli investor kompaniyalar har xil aksiya yoki o'sha aytib o'tgan yirik obligatsiya yoki ETFlar bilan savdo qilishadi va bu ko'proq uzoq muddatli, ya'ni aksiyani olishadi, to есть 2-3 oy, 1 yil yoki yillar davomida shu aksiyani ushlab daromad qilishadi, o'sishida hamda bundan tashqari imенно fond birjasida dividendlar ham beriladi, ya'ni qaysidir kompaniyalar bir oyda bir qilgan investitsiyangizga yoki aksiyangizga qarab har oy kompaniya daromadidan dividend sifatida demak nima deydi, ajratishadi, shundan ham daromad qilinadi. Eng yirik fond birjalari Amerikadagi New York Nasdaq, Yaponiyada Tokyo Stock Exchange, Buyuk Britaniyada London birjasi, Moskva fond birjasi, Shanxay fond birjasida, ya'ni har bir davlatning o'zini asosiy fond birjasi bo'ladi. O'sha fond birjalarda o'sha davlatni o'zini kompaniyalarini aksiyalari, misol uchun Apple, Google, Xitoyga bo'lsa, to есть Xiaomi'da o'sha kompaniyalarning aksiyalarini fond birjasida imенно savdo qilinadi. Bugungi mavzu forex birjasi haqida bo'ladi. Forex birjasida barcha turdagi aktivlarni elektron versiyasi bilan savdo qilamiz. Xo'p, demak, tradingdagi 3 ta asosiy ishtirokchi bor. Traderlar, bu siz bilan menga o'xshagan savdogarlar. Biz broker platformasi orqali savdoyimizni amalga oshiramiz. Broker esa o'zini savdo platformasi orqali bizni bitimlarimizni o'sha xalqaro forex birjasiga olib chiqib beradi. Birja esa bu butun dunyo bo'ylab banklar, fondlar, har xil traderlar ishtirok etadigan global moliyaviy maydon. Xo'p, ketdi. Broker, ya'ni aytganimizdek, biz broker orqali savdoni amalga oshiramiz. Broker bizni bitimlarimizni bozorga olib chiqib beradi va evaziga o'zini spread swap komissiyasini oladi. Это как, masalan, bankda dollar almashtiramiz, sotib olsak 12 ming rovnadan sotib olsak dollarimizni sotmoqchi bo'lsak arzonroq deysiz 11.900 dan sotamiz. O'sha oradagi tafovut, o'sha oradagi spread deyiladi. O'sha brokerni demak komissiyonisi bo'ladi. Shundan broker daromad oladi va har bir bitimga shunaqa komissiyasi oladi. Banklardan farqli o'laroq brokerlarda spread kichkina, masalan, o'zimiz bankka oladigan bo'lsak, dollarni 12.100 dan olsak, sotsak 12.000 dan sotamiz. Orasi katta-da, 100 so'm. Bu yerda to есть protsent, mili protsent hisoblanadi. Ya'ni 10 где-то 20 barobar kamroq oladi komissiyani.
Va eng muhim narsalardan biri ishonchli broker tanlashda. Ishonchli broker degani bu ancha yillardan beri ishlab kelayotgan, iloji bo'lsa O'zbekistonda ofisi bor broker bo'lishi kerak va ushbu ishlaydigan tanlagan brokerimizni ommalashgan savdo platformasi bo'lishi kerak. U platformalar haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha savdo uchun удобный platformasi bo'lishi kerak. Идем дальше. Va tradingga kirib kelayotganimizda, то есть любой sohani bo'lgani singari o'ziga yarasha deylik ish joyida texnik jihozlar bo'lishi kerak. Demak, birinchi navbatda savdo qilayotganda iloji bo'lsa alohida bitta xona bo'lishi kerak. Agar uydan ishlasangiz yoki ofisda bo'lsangiz, o'sha o'zingizga alohida bitta xonangiz bo'lishi kerak. Nimagaki, то есть именно analiz jarayonida analiz qilayotganimizda yo qanaqadir bitimni ochmoqchi bo'lsak, u paytda hech narsa bizga xalaqit bermaslik kerak, chalg'imasligimiz kerak. Shuning uchun отдельно xona bo'lgani yaxshi. Asosiy kompyuter yoki notebookda ikkita monitor bo'lsa, bozorda masalan bittasida biz grafik kuzatsak, bittasida yangiliklarni kuzatib boramiz. Qaysidir kompaniyaning aksiyasiga oid narsani yoki ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlarini ekonomikasiga oid yangiliklar bu ta'sir qiladi kotirovkalarga. Shuning uchun ikkita monitor bo'lgani yaxshi. Отдельно shu telefon yoki planshet bo'lishi kerak, чтобы mabodo agar kompyuterimiz ishlamay qolsa yoki kompyuterimiz notebookimiz o'chib qolsa, shu telefonda yoki planshetda davom ettirgani qisqa bir ochiq bitimlarimizni yoki qilayotgan operatsiyamizni korreksiya, то есть o'zgartirishimiz uchun holatdan kelib chiqib. И brokerda счет, да, то есть biz forex bozorida напрямую bozorga chiqib ishlay olmaymiz. Bizga обязательно broker kerak. Broker o'sha aytganimizdek most vazifasini bajaradi. Har bir bitimimizdan o'z kichik komissiyasini oladi. Keyingisi savdo terminali, da, то есть непосредственно savdo qilishimiz uchun o'sha platforma kerak bo'ladi. Va tinch fonoviy muzika, imенно analiz qilayotganimizda o'sha aytganimizdek hech narsa bizni chalg'itib nima qilmaslik kerak. Xo'p, broker savdo hisobini yaratish. Birinchi o'rinda shu brokerni tanlab olganimizdan keyin brokerlar bo'yicha imенно O'zbekistonda hozir eshitgan 3 ta kompaniya bor, ofisi bor O'zbekistonda. Birinchi o'rinda Libertex, da. Libertex O'zbekistonda 2011-yildan beri umumiy SNG bo'yicha yo dunyo bo'yicha 28 yildan beri ishlaydi. Ishonchli broker. Men ham shu kompaniya orqali o'z savdoyimni olib boraman. Ikkinchisi, yana eshitganman, Alpari, Roboforex, XM hozir juda ko'payib ketgan. Shuning uchun biz qarab qilganimiz yaxshi. Qanaqa tanlashi, buni aytdim, nimalarga e'tibor berish kerakligini. Broker tanlaganimizdan keyin u brokerdan ro'yxatdan o'tamiz, da, unda shaxsimizni tasdiqlaymiz, verifikatsiya, ya'ni pasport, karta, boshqa ma'lumotlarimizni, to есть shaxsimizni tasdiqlab olamiz. Keyingisi MetaTrader platformasi. То есть MetaTrader bu o'sha ommaviy xalqaro savdo platformasi hisoblanadi. U yerda o'sha bozordan bizga kotirovkalarni optimal narxlarni yetkazib beradi kechikishsiz. Boshqa platformalar ham bor hozirgi kunda, то есть S-Trade, tam qanaqadir brokerlarning o'zini platformasi haqida keyin gaplashamiz. Счет ochganimizdan keyin уже depozit to'ldirib ishlasak bo'laveradi. Video ostida brokerga ссылка qoldiraman. То есть Libertex brokeri Toshkentda, Samarqandda ofislari bor. Keyinchalik qanaqadir savollar tug'ilsa ham murojaat qilsa bo'ladi ular. Tak, savdo terminallari aytganimizdek biz operatsiyalarni shu непосредственно savdo platforma programma orqali olib boramiz. Libertex ham личный kabinet, ham savdo platformasi, ya'ni har xil valyuta, aksiya, metall orqali savdo qilsak bo'ladi. U pul kirgizish, chiqarish o'sha Libertex platformasini o'zidan amalga oshiriladi. Два в одном. Har bir brokerning o'zini shunaqa platformasi bo'ladi, где siz savdo qilasiz va pul kirdi chiqdi operatsiyalarini ham
olib borasiz. Mani мнением LiberTex intuitiv, oson, juda bir haligi tushunarli platforma, но professional trading uchun все-таки bu yetarli emas. Imенно savdo qilganda lучше MetaTrader 4 yoki 5 platformasidan foydalangan yaxshi, chunki unda o'sha professional trading uchun kerakli instrument, indikator va boshqa то есть analiz uchun kerakli narsalar bor da. И TradingView uchinchi platforma, bu TradingView bunda savdo qilinmaydi, bu ko'proq o'sha bozor analizi uchun da, bu hozirgi kundagi eng mukammal platformalardan hisoblanadi. Instrumentlari ham juda ko'p, MetaTraderga ham qaraganda bu ancha продвинутый. Но bu чисто analiz uchun TradingView. Savdoni MetaTraderda yoki LiberTexda olib boramiz. Xo'p, davom etamiz. LiberTex platformasi da, то есть keling uni saytiga kirib ko'ramiz. Tak, LiberTex. Akkaunt ochganingizdan keyin, mana masalan men testoviy akkaunt ochganman. Login parolni terib kirasizlar. Kirganingizda mana akkaunt, demak bu yerda nimalar bor? Chap tarafda har xil aktivlar, то есть gold, tilla, bitcoin, yevro, dollar, efir, Trump, там kumush, juda ko'p, 500 dan ortiq, то есть neft, hammasi bor, aksiyalar. Grafikning o'rtasida ushbu biz masalan savdo qilmoqchi bo'lgan aktivni, misol uchun bitcoinni kotirovkasini ochsak bo'ladi, ya'ni aktiv o'ziga olib borib grafikka tortsak yoki ustiga bossak уже ochib beradi. Chap tarafda siz shaxsiy ma'lumotlaringiz da и сделка ochish uchun yevro dollarda, misol uchun yevro dollarda hozir o'suvchi trend desak, analiz yuqoriga kupits knopkasi orqali bu yerdan bitim ochib, misol uchun summa сделки bu tak summa сделки, ya'ni qanchalik bitim ochmoqchimiz. Bu yerda по-моему demo shotga o'tib olaydi. Demo shot. Amalda bitim ochish ko'rib chiqamiz. Сейчас yevro-dollar yuqoriga harakatlanyapti. Misol uchun kupit da, и summani belgilaymiz. Masalan, depozitimizdan kelib chiqib, masalan, shu сделкаga 500 dollarlik bitim ochmoqchimiz. Depozitimiz misol uchun 1000 dollar, yarmiga ochmoqchimiz. Ikkinchi muhim masala multiplikator. Multiplikator bu demak ushbu investitsiya ochmoqchi bo'lgan bitimimizni x, ya'ni barobarga ko'paytirib beradi. Misol uchun buni 1 qilsak 500 dollarlik bitim ochamiz. Agar 10 qiladigan bo'lsak, bu 10 barobar 500 dollarimizni ko'paytirib, ya'ni 5000 dollarga bitim ochib beradi. Bu degani, то есть broker bizga по умолчанию o'sha безвозмездный kredit beradi. Kredit ham deyilmaydi, bu просто savdo uchun, оборот kuchaytirish uchun demak beriladigan, то есть summa. Buni har xil qilsa bo'ladi, 100, 1000, oxiri eng ko'pi 999 gacha ochsa bo'ladi. No, maslahat beraman, ayniqsa tradingga yangi kirib kelgan bo'lsangiz, 10 da, ko'p risk qilmaslik uchun summa deylik 500, multiplikator 10. Da, и misol uchun kupits knopkasini bosganimizda уже mana grafikni chap tarafda o'sha ochilgan bitimimiz paydo bo'ldi. Yevro dollar sotib olishga da, и buni yopib qo'ysak bo'ladi yoki plusga kirishni kutsak bo'ladi. Misol uchun hozir 20 sent plusda deylik, tam 10 dollarga borganda уже сделкani yopib olsak bo'ladi. Bu haqida bafurcha yana tushuntiraman. Tak. Bu LiberTex platformasi bo'yicha. И plus LiberTex platformasida aytganimizdek, bu yerda shu pul kirgizish, chiqarish da, то есть maishda и там пополнить pul kirgizish, chiqarish operatsiyalarini imенно mana shu LiberTex platformasi orqali olib boramiz. Buni mobilniy versiyasi ham bor, bo'lib понятно, tushunarli qilib ishlangan. Tak, hozirgi bitimimiz, keling uni ko'rib chiqaylik-da. 67 sent plusda, uni X bosib da закрыть bosdik, уже bitimimiz yopildi. Da, okey.
и закрытые сделки, ya'ni tarixga kirsak, bu yerda уже mana shu ochgan bitimimiz 63 sent yevro dollar, mana yevro dollar foydasi ko'rib olsak bo'ladi. И дальше masalan boshqa analiz boshqa aktivlarni ham уже analiz qilib ishlasak bo'ladi. Tak. Keyingi platforma MetaTrader. Bu aytganimizdek professional platforma. Yaxshiligi juda ko'p instrumentlar bor, savdoni ham imlo shunda olib boramiz. Mana shu MetaTrader platformasi любой aktivni, misol uchun shu yevro dollar bo'lsa, buni ham chap tarafda har xil instrumentlar, misol uchun yevro dollar, mishkani chap tarafi и okno grafika. Va biz bu aktivni analizga o'tsak bo'ladi. Bunda сделканы ochish, masalan yevro dollar ustiga bosib 2 marta bossak, mana bu yerda shu buy sell nimasi chiqadi. Объемlar, ya'ni savdo hajmi bu yerda Libertex'dan farqli o'laroq lotda ishlanadi. 001 degani mana o'zi chiqarib qo'ygan 1000 dollar yoki 1000 yevro. 0.10 qiladigan bo'lsak, to есть 10.000 yevro. Как 10.000 dollarlik pozitsiyani ochgan singari va shu aytganimizdek lotda hisoblanadi. Misol uchun bu yerda ham buy ochib ko'ramiz. Mana сделка ochildi. Vstavka knopkasi, vid knopkasi orqali instrumentida bu yerda shu ochiq pozitsiyalarimizni ko'rsak bo'ladi. Mana hozirda mana masalan 1 2 3 4 ta bitim ochilgan. Yevro dollar, dollar frank, dollar frank, dollar frank. Va umumiy natija hozircha -5 dollar. Так, идем дальше. Bu haqida bafurchakning gaplashamiz. И TradingView o'sha xalqaro savdo analiz platformasi hisoblanadi. Buni biz mana bu Google'dan ham shuni TradingView deb yozsak chiqadi. TradingView ochamiz. Bu programmasi ham bor, ko'chirib olsanglar bo'ladi. Bu yerda shu любой aktivni bozordagi narxini analiz qilsak bo'ladi. Buni yaxshiligi aytganimizdek ko'p instrumentlar, ko'p indikatorlari bor и juda bir удобно qilib ishlangan. MetaTraderdan ham ko'ra ancha удобно platforma bu analiz uchun. Analiz qilgani yaxshi. Поискdan любой, masalan, neft, да? Neft. Любой grafikni ochib, bozorda qanaqa narx bo'lsa, o'shani, to есть TradingView platformasida ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda mana indikatorlarni qo'shsak bo'ladi. Har xil, men masalan, alligator ishlataman. Alligator Bill Williamsni qo'shamiz va mana grafikka tushadi. Yana qo'shamiz, misol uchun AO. Bu mana bu pastdagi indikator. Bundan tashqari mana chap tarafda juda ko'p foydali, to есть Fibonacci, tam zona, boshqa hammasi, to есть ishlatsak bo'ladi. Demak, Libertex pul kirgiz chiqarish va shaxsiy akkauntimiz MetaTraderda savdoni olib boramiz, bitim ochamiz, yopamiz. TradingViewga agar MetaTraderda emas, TradingViewda ishlamoqchi bo'lsangiz, TradingViewda уже analiz qilib ishlayverasiz. Tak, moliya bozorlari qanday ishlaydi? Ya'ni qanaqa qilib biz daromad olamiz? Bozorda narx bir sabab bilan harakatlanadi. Kimdir sotib oladi, kimdir sotadi. Talab va taklifda talab ko'p bo'lsa, narx o'sib boradi. Taklif ko'p bo'ladigan bo'lsa, narx qaytadi и уже biz sotishni boshlaymiz. Bozorda 3 xil holat bo'ladi. U yoki o'sadi, yoki tushadi, yoki flat holatida narx bir diapazonda harakatlanadi. Xulosa, biz traderlar tasodifga emas, именно o'sha analizga tayanib, bozor holatidan kelib chiqib bitim ochamiz va daromad olamiz. Ishlashdan oldin maslahat beriladi. Bu sohani yaxshilab o'rganib,
hisob kitob reja asosida ishlash kerak, chunki soha nozik, pul bilan bog'liq bo'lgani uchun emotsiyaga berilib yoki qanaqadir nima deydi, asossiz bitimlarni ochish yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Shuning uchun misol uchun biznesda biznes reja bo'ladi, o'zini shu marketingi, ishchilar yoki hisob kitobi bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa har bir qadamimizni rejalashtirib, akkuratni ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, forex bozorida biz turli aktivlar yordamida savdo qilamiz va u yerda terminalga kiradigan bo'lsak, misol uchun mana bu yevro dollar. Bu yerda ikkita aktiv aks ettirilgan, ya'ni yevroni dollarga nisbatan qiymatida, to есть bazaviy birinchi keladigan nima deydi, aktiv. Ikkinchisi unga nisbatan narxi. Misol uchun yevroni dollarga nisbatan narxi yoki funtni GBP USDni dollarga nisbatan narxi yoki neftda, masalan, Brent dollarga nisbatan uni narxi. Bitcoin takже. Ya'ni bazaviy valyuta birinchi keladigani bo'ladi, ikkinchisi valyuta unga nisbatan sotib olish. Bu haqida hali to'xtalamiz. Ikkinchi masala buy va sell, to есть forex bozorida biz o'sishga ham ishlaymiz, tushishga ham, chunki narx bir joyda turmaydi. U yo o'sadi yoki qaytadi yoki to'xtab turadi. Imенно forex yaxshiligi buni o'sishga agar ishlamoqchi bo'lsak, ya'ni bozor o'sib ketayotgan bo'lsa, demak biz dollarni frankka nisbatan sotib olamiz. Agar bu bozor korreksiya, ya'ni pastga ketishni boshlasa, biz sell knopkasini bosamiz. Mana bu ikkita knopka bor, buy va sell. Pastga analiz qilsak, sell bossak, bu aktiv pastga yursa biz daromad qilamiz. Tepaga ketayotgan bo'lsa, buy qilsak, tepaga yursa, demak daromad qilamiz. Pastga ketib bo'lsa, zarar qilamiz agar sotib olgan bo'lsak. Tak. Buy va sell. Yana qaytarib o'tamiz. Buy bu sotib olish, ya'ni narx ko'tariladi deb o'ylaganimizda сделкani buy ochamiz. Sell bu sotish, ya'ni masalan aktiv o'sib ketyapti, uni sotib oldik, ma'lum bir narxga yetdi, biz daromadimizni oldik, deylik $100 pozitsiyamiz foydada turibdi, uni yopamiz. O'ylayapmiz, что u pastga harakatlanadi. Demak, u paytda biz sell pozitsiyasini ochamiz. Bu ya'ni pastga yurishiga ham, tepaga qanaqa daromad qilsa, sellga ham xuddi shunaqa daromad qilamiz. Tak, punkt pips. Punkt degani bu ekraningizda ko'rib turgan mana bu yevro dollar aktivi, bir butun, ya'ni yevroni dollarga qiymati, ya'ni 1 yevro dollarda 1,1234,5. To есть yevro qimmatroq-ku. Demak, mana bu verguldan keyin 4-son bu bir punkt, ya'ni pips deyiladi, u praktически bitta narsa. Mana shu har bir o'zgarishi bizga to есть daromad yoki zarar olib keladi. Mana shu 4-si. Misol uchun 1 pips o'sdi desa 1,1234 dan 1,1235 ga ko'tariladi. 10 punkt o'sdi desa, demak mana bu 3 o'zgaradi-da. Bu 100lik bo'ladimi? Mana bu 100lik. Bu 10lik, bu 100lik, mana bu 1000lik. Ya'ni mana bu narx 1,1234 dan 1,1244 ga ko'tarilsa, demak bu 10 punktga o'sgan bo'ladi. Biz deylik $100, $1000 pozitsiya ochgan bo'lsak, $10 daromad qilamiz. И так далее. Har xil aktivlarda har xil, mana bu tilloda verguldan keyin ikkinchi raqam 1 punkt hisoblanadi. Yevro valyuta paralarida verguldan keyin 4-chi nima deydi, raqam o'zgarishi. Buni skrinshot qilib olsanglar bo'ladi, videoni ham zapis qilib keyin tashlayman gruppaga, ko'rib chiqasizlar. Xo'p, lot bu mana bu MetaTrader'da
ishlaydigan demak hajm birligi bo'lib 001 eng kam lot bu 001 mikro lot hisoblanadi, ya'ni bu $1000 degani. 0.10 degani bu $10,000. Misol uchun yevro dollarda 0.01 ochsak bu $1000lik pozitsiya ochdik degani. 0.10 ochadigan bo'lsak bu $10,000lik. И так далее. Agar bir lot ochadigan bo'lsak bu $100,000lik pozitsiya ochdik degani. Bu endi MetaTrader'ning o'ziga nima deydi, taalluqli narsa. Так. И так далее. 2 lot, 3 lot ketaveradi. Xo'p, 0.01 lotda biz bitim ochsak, punktga qaytadigan bo'lsak, mana bu 34 dan 35 ga o'zgaradigan bo'lsa, 0.01 da biz 10 sent daromad qilamiz. Mana bu 34 emas 44 ga o'sadigan bo'lsa, 10 punkt yurgan bo'ladi. 0.01 da biz $10 daromad olgan bo'lamiz. Mana bu 2, 3 ga o'zgaradigan bo'lsa, demak biz bu yerda уже $30 daromad qilamiz. Agar 0.10 ochsak, ya'ni 10 barobar ko'p lot ochsak, har bir o'zgarish qiymati ham 10 barobarga o'xshadi. Mana 4 dan 5 ga o'zgaradigan bo'lsa, biz 10 sent emas, уже $1 daromad qilamiz. Terminalga kirsak, misol uchun mana bir lotdan deylik sell qildik. Istoriyani olib qolay. Mana yevro dollarda hozir sell qildik. Har bir o'zgarishida, ya'ni biz pasayishiga сделка ochdik. Har bir pasayishda biz daromad olishni boshlaymiz. Mana o'sha сделкamiz hozir $14, $13 daromaddamiz. Shuni agar biz bir lot emas 0.10 ochganimizda bu yerda $1 20 sent yoki 8 sent foydada bo'lardik. Agar 0.01 ochganimizda undan ham 10 barobar kam daromad qilgan bo'lardik. И так далее. Bu degani, masalan, agar katta lotda ishlasam ko'proq daromad olar ekanman deb katta lot ochish kerak degani emas. Buni o'ziga yarasha hisob-kitobi bor, ya'ni qancha depozitga qancha ochish kerak. Buni money management qoidalarida отдельно o'rganiladi. То есть qancha depozitga qancha demak lot ochgan yaxshi. Xo'p, tradingdagi atamalar, ya'ni kotirovka bu o'sha aytganimizdek so'mni dollarga nisbatan qiymati, yevroni dollarga nisbatan qiymati. Da shu kotirovka deyiladi. Bit va ask, mana bu bank misolida keltirdik. Dollarni oldi sotisida biz oradagi mana shu zazor, mana shu pastidagi narx bit bo'ladi, yuqorisidagi narx ask bo'ladi. Orasi uni spread hisoblanadi, ya'ni o'sha broker komissiyasi. Lot savdo hajmi da bir lot $100,000, 0.10 lot $10,000, 0.01 eng kichik lot $1,000. Leverage, kreditное плечо, bu broker tomonidan beriladigan o'sha оборотimizni ko'paytirish uchun pul bo'ladi, ya'ni u o'sha 1 dan 1000 barobargacha, ya'ni 999 gacha brokerdan biz o'z depozitimizni ko'paytirib ishlasak bo'ladi. Marja bu har bir ochiladigan bitimni depozitimizdan bloklaydigan summa, ya'ni masalan depozitimiz $1000, $100lik pozitsiya ochyapmiz. Demak, $100lik pozitsiyani o'sha $100 marja hisoblanadi. Uni biz savdoga kirgizgan bo'lamiz-da, o'sha oborotdagi qaysidir tovarimizni, pulimizni, yevromi, tillomi. Punkt pips, bu aytganimizdek har bir o'zgarishida o'sha verguldan keyin 4-inchisi, masalan 1.0850 dan 1.0851 ga o'ssa qaysidir aktiv deylik 5 minut davomida u 1 punktga o'sgan bo'ladi. Lotimizga qarab shu o'sishiga nisbatan daromad olaveramiz. Stop loss take profitlarni
bafurcha gaplashamiz. Stop loss masalan bu zararni cheklash uchun qo'yiladigan avtomatik order. Misol uchun biz qaysidir aktivni 1.0850 dan sotib olyapmizda, zararimizni oldindan belgilab qo'yamiz. Agar bu 1.0840 ga tushib ketadigan bo'lsa, biz o'sha 40 ga stop loss qo'yib qo'yamiz. Narx o'shga yetib borganda bitimimiz avtomatik minusda yopilib ketadi. Nimaga uni qilinadi? U chunki o'tga yetib borgan bo'lsa, dalsha oqib ketishi mumkin, tushib ketishi mumkin. Shuni oldini olish uchun oldindan zararni cheklab qo'yamiz. Ya'ni depozit masalan $1000mi, u $1000 hammasiga o'ynalmaydi. Undan $10 yoki $15 belgilab, shu zararni oldindan belgilab qo'yamiz. Take profit uni aksi, masalan bitim ochganda qatgacha borishini analiz qildik, deylik, tirlar 4450 dan 4500 gacha $50 ga oshadi. Undan keyin yana qaytib yuborish mumkin. Shuning uchun take profit qo'yib qo'yamiz 4500 ga. O'shga narx borganda take profit order avtomatik bitimni yopadi. Order turlari, bitim turlari biz bozorni hozirgi narxidan sotib olsak bo'ladi. Misol uchun to'ji turlar 4400 dan sotib olsak bo'ladi yoki kechiktirilgan orderlar bor, ya'ni arzonroq olish, ya'ni 4390 ga tushganda olish. Uni narx o'shitga borsa, mana shu kechiktirilgan pending order deyiladi, o'shitga borib olib ketadi. Spread o'sha narx orasidagi o'sha broker komissiyasi, swap bu kundan kunga o'tadigan demak komissiya, ya'ni masalan bugun bitim ochdik, uni yopmadik, ertagacha olib qo'ymoqchimiz, demak kundan kunga o'tgani uchun broker bizdan komissiya oladi, o'sha swap deyiladi. Bu spreaddan tashqari komissiya. Trend, narxning umumiy yo'nalishi. Biz сделкаga kirayotganimizda qaysidir aktivni o'sishini yoki tushishini aniqlash uchun trendni bilishimiz kerak. Qayga ketyapti? Deb yuqorigami yoki pastga yoki umuman hech qayerga yurmayapti, flat holat. O'sha trend deyiladi. Xo'p, tradingga muvaffaqiyatga erishishning asosiy tarkibiy qismlari bu savdo strategiyasi bo'lishi kerak odamda, ya'ni analiz. Bozorni qaysi instrumentlar orqali analiz qilasiz, kirish nuqtalarini qanaqa aniqlaysiz, qayerda kirasiz, qayerda chiqib ketasiz, qancha deylik riskda. Ikkinchisi bu o'sha kapital boshqaruvi, pul muomalasida qancha depozitingizga, qancha pulingizga, misol uchun $100 ga boshqacha lot ochiladi, boshqacha risk qilinadi, $1000 ga boshqacha, $100,000 ga boshqacha. Hammasini mana shu kapital boshqaruvi, demak money managementda belgilab, shu imенно savdo rejangizda ushbu bo'limda hammasini oldindan yozib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Trader psixologiyasi, muvaffaqiyatga erishish uchun odam psixologически ham stabil bo'lish kerak. То есть ko'plar azartni bo'ladi, ularga sal qiyinroq bo'ladi. Kimdirlar ko'proq ayol kishilarda bo'ladi, ko'p qo'rqishadi-da bitimga kirgani, ya'ni erta kirib yorishdan yoki yopib yorishadi сделканы. Shu odam psixologiyasi ham joyida bo'lishi kerak. Endi bu narsa ko'proq mana bu kapital boshqaruvi va savdo rejasiga bog'liq. Agar hisob kitobingiz joyida bo'lsa, ishlaydigan savdo strategiyangiz bo'lsa, demak psixologiya ham joyida bo'ladi. Agar bu ikkalasi bo'lmasa, to есть просто так omadga kelish uchun to есть ishlash bu juda noto'g'ri. Oxirgisi savdo rejasi bo'lishi kerak, tuzib chiqilgan. Biznesda bu biznes plan deyiladi. Xususiy sektor yoki davlat muassasalarida ish reja beriladi, o'sha ish reja bo'yicha ishlaysizda. Bizda ham o'sha savdo rejasi bo'ladi. U yerda hammasi, endi psixologiya ham yozilgan bo'ladi, kapital boshqaruv, savdo rejasi, savdo strategiyasi va to есть umumiy, to есть A dan B gacha olib boradigan polni hamma narsa yozib chiqiladi. Shu narsalar bo'lsa, tradingda stabil natijaga erishiladi. Keyingi darsda уже amaliyotga o'tamiz. Ya'ni grafik turlari qanaqa bo'ladi, более подробно terminallar haqida gaplashamiz. Savollaringizni chatga yozib qoldiring bugungi video bo'yicha. Hammasiga, to есть mana shu gruppamizda javob yozib yuboraman.
Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar.